Mana Muhammad akamiz yilni boshidan beri ushbu lichinkalarimizni katta qilyaptilar, Zehon akamiz. Hop, Muhammad aka, bat necha gektar, undan keyin necha mingta lichinka bor, qishdan sog'lom chiqarish uchun nimalar qildingiz, qanaqa yem berdingiz? Ko'rib turibmiz, Faradani yemlari bilan boqasiz. Bu maydonimiz, baliq ko'limiz 10 gektarli baliq ko'l bo'lib, 300 mingta sazan semichka tashlaganmiz lichinkaga. 70 ming dona oq baliq tashlaganmiz semichka u ham. 20 ming dona amur, 10 ming dona chorli piyosra tashlaganmiz. Sazan tashlaganimizda 2 grammli, 1 grammli bo'lgan lichinka semichkalarimiz hammasi. Hozirgi kunda sazan lichinkalarimiz 230 grammga to'xtagan. Oq lichinkamiz, oq balig'imiz hop 350-400 grammga kuzda to'xtagan edi. Amurlarimiz 250 grammga to'xtagan. Chorli piyostralarimiz ham shu oq baliqqa o'xshab 350 grammga to'xtagan. Yil davomida shu Faradani yemi bilan boqdik sazanni. Faqat sazanni o'zini oziqlantirdik bayda. O'zi buni granula yemimizdan o'zi svitlina hosil bo'lib, oq baliqlarimiz tekinga katta bo'ldi. Shuni hisobiga sazanga oziqlantirdik, lekin oq baliq tekinga katta bo'ldi. Amurlar ham shundan oziqlanyapti. Hech qanday kasallangan yo'q balig'imiz. O'sha bu yilni boshidan beri ko'p lichinkalar kasallanyapti, boshqa bo'lyapti. Shu qishdan eson-omon chiqarib oldingiz, baliqlar ko'ryapmiz, yemga chiqish shov, juda ham aktiv baliqlar bir-birini ustidan minib boryapti. Shunaqa eson-omon qishdan chiqarib olish uchun nima qilish kerak? Suvga qanaqa ishlov berish kerak? Yo'lni qanday saqlash kerak? Baliqlarga oldindan qanaqa choralar ko'rish kerak? Baliqlarda shu asosan bizning shu apparatimiz bor. Shu apparatda suvlarni o'lchaymiz, hashini tekshiramiz, har kuni kislorodlarini tekshirib boramiz. Mana shu ko'limizga 14 ta aerator qo'yganmiz. Bizga kislorodga yozgi kunida rasash beradi. Aksariyat shu suvda sirkulyarkasini yaxshilaganmiz. Suv yaxshi aylanadi. Xo'p, har 10 kunda bir hektariga kamida 150 kilodan ohaylaymiz. Har 10 kunda bir ohaylaymiz. O'sha kuni baliqlarga dam beramiz. Har 10 kunlikda bizda baliqni o'lchash marosimi bo'ladi. Misol 2 grammli lichinka tashlagan bo'lsak sazanni. Boshidan un bilan, uni granullar bilan o'rgatib olib turib, boshida o'lchashimizda 12 grammga to'xtagan sazanimiz. Boshidan 12 grammga to'xtagan. 10 kunda 12 grammga to'xtagandan keyin demak 300 mingta sazanimiz 3 tonna 600 bo'ladi. 3 tonna 600 ga biz 12 grammli sazanga tana hajmiga 10% granulani hisoblab 10 kunlik rejasini tuzib berganmiz. 10 kunlikda 10% dan berganimizda 3 tonna 600 sazanda 10% dan granulasini berganimizda 10 kunlikda 12 grammli sazan o'zini tana hajmiga 80% qo'shgan. 22 grammga aylangan 10 kunda. Keyin 22 gramm bo'ladigan bo'lsa, 300 mingta sazanimiz 6 tonna 600 ga aylanadi. 6 tonna 600 ga biz yana 10% dan tana hajmiga hisoblab turib, 10% dan oziqlantirganmiz yana shu Faradani yemi bilan. Undan keyin 22 grammli balig'imiz keyingi 10 kunlikda 40 grammga o'tirgan. Yana 80% tana hajmini qo'shyapti. 100 gramm bo'lguncha balig'imiz tana hajmiga 10% dan oziqlantirganmiz. 100 gramm bo'lguncha. 100 gramm bo'lgandan keyin uni misol uchun kattargandan keyin tana hajmiga 7% yedirishni boshlaganmiz. Keyingi 10 kunliklarda. O'sha paytda kunlar ham sovishni boshlagan, foizni tushirishni boshlaganmiz. Shuni hisobiga balig'imiz sekin foizni pasaytirganimiz hisobiga, kun soviganini hisobiga tana hajmiga ham 80% emas-u, oziqani ozaytirganimizga o'sha 60%, 50% qo'shishga tushib, o'sha kuzda 230 grammga to'xtagan balig'imiz. Shu oktyabrda qishga kirishga nima ishlov berdingiz aka? Qishga kirishga biz oxirida shu oziqalantirib, ohoy bilan yopganmiz baliqni. Ohoylab bekitganmiz. Shu bilan mana qishdan yaxshi chiqdi, zo'r, Xudoga shukr.
Hop. Bahorda yana oziqlantirishni boshladik. Hozircha baliqlarni oziqlantirib turibmiz. Hozirga kesak tana hajmiga hisoblab berilmaydi. Bahorda baliqni o'zini holatini ushlashi uchun uni kunlar rosmana issiguncha suvni gradusini o'lchaymiz. O'sha holatga qarab turib, suvni gradusi 20 gradus atrofiga borganda keyin hisoblab turib yem berishni boshlaymiz. 20 kun oziqlantiramiz, keyin sotamiz baliqni. Ha. Hozir mana shu yerdagi ko'llarni hammasiga o'zingiz qaraysiz. Shu ko'llarda muammo bo'ldimi? Kasallik boshqa kelgani yo'qda, to'g'rimi? Bizda kasallik Xudoga shukr kelgani yo'q. Sirkularka suvda asosiysi sirkularka. Ha. Sirkularkasini yaxshilansa kasallik bo'lgani yo'q Xudoga. Shu ortiqcha bezovta boshqa bo'lgani yo'q. Shu baliqlar mana ko'rib turibsiz, zo'r. Yeb ichishlari hamma yo'g'i yaxshi. Bizim buni 10 gektarlik yo'limizda mana 300 mingta sazanimiz bor. 230 grammga o'tirgan, 70 ming dona oq balig'imiz bor, 400 grammga o'tirgan, 20 ming dona amurimiz bor, 250 grammga o'tirgan, 10 ming dona cho'rni pyostramiz bor, 350 grammga o'tirgan. Bu degani biz bu 10 gektarlik yo'limizdan bu yil 100 sentner hosil olishni niyat qilib turibmiz. Bu degani 100 tonna baliq olmoqchimiz lichinka. Eski tizimda oldin boqqanimizda aerator qo'ymas edik, karmoshka qo'ymas edik, bunaqa granulalar bilan boqmas edik. Yerdan biz 30 sentner olsak zo'r bo'ldi deb xursand bo'lar edik. Lekin mana 2 yildan beri boqyapmiz. Shu Erondan kelayotgan yemimiz bilan boqyapmiz. 100 sentner, katta ko'llardan 100 sentner, kichkina 2 gektarlik ko'llarimizdan 150 sentnerdan olishni rejalashtirganmiz. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar. Balig'imiz zo'r. Ov paytida ham Xudo xolasa videolarni sizlarga video qilib ma'lumotni beramiz.